Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun Jahon chempionatining C guruhidan o'rin olgan Braziliya va Marokash terma jamoalari o'rtasidagi o'yinga ozgina to'xtalib o'tamiz. Xo'p, Braziliya terma jamoasiga keladigan bo'lsak, Braziliya terma jamoasi 5 karra jahon chempioni hisoblanadi. Tarkibi ham juda ham yulduzli futbolchilarga to'ra. Transfer marketdagi narxi juda ham baland. Marokash terma jamoasiga keladigan bo'lsak, Marokash terma jamoasi o'tgan jahon chempionatining kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. Yarim finalgacha yetib borgan bu terma jamoa faqat Fransiya to'xtatib qolgan xolos. Yulduzli futbolchilarga to'layapti Marokash terma jamoasi va bu transfer marketdagi narxi. Menimcha baribir Braziliyaning ozgina ustunligi bor. Hop, videoga like bosing, kommentga o'z taxminiy hisobingizni yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.